Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning jannati har bir mu'min orzu qiladigan va uni uchun harakat qiladigan, intiladigan bir go'zal makon. Hech qachon yodimizdan chiqmaydi. Xususan mana bunga o'xshagan go'zal joylarda yana ham xotirlaymiz, eslaymizki, bu dunyoni go'zalligi shunchalik bo'lsa, Allohning jannati naqadar go'zal ekan. O'zi asli jannat kalimasi janna, ya'ni qalin daraxtlarini qalinligidan qorong'ulik darajasigacha boradigan bir joyga arab tilida janna, ya'ni jannat deyilar ekan. Insonlar o'ylaydilarki, bu dunyodagi qilayotgan yaxshi amallarini jannatga evaz, men yaxshi amal qilaman, men sadaqa ehson qilaman, molimni sarflayman va u menga jannatni beradi evaziga degan bir tushunchalar bor. Albatta buni hozirgi aytadiganimiz hikoyalar va hadislardan to'g'risini bilib olamiz. Qadim zamonda Bani Isroil qavmida bir obid inson bo'lgan ekan. Bu odam gunoh ma'siyatlardan qochib dengizning o'rtasida bir orol, kichikroq bir orol joyga ko'chib o'tib yolg'iz hayot kechirgan ekan. 500 yil davomida ana o'sha orolda yolg'iz yashapti. Mutlaqo gunoh qilmasdan, balki kunini, tunini, barchasini Allohga ibodat qilishlikka sarflab hayot kechiribdi. Haqiqatan ham shunaqa bir toza, pokiza hayot kechirishlikka muvaffaq bo'libdi. Vaqti kelib jon taslim qilib Alloh azza va jallaga ro'baro bo'lganda Alloh so'rabdi ki, bandam, sen jannatga nima bilan kirmoqchisan? Ya'ni jannatga seni qilgan amallaringni hisobi bilan kirgizaymi yoki amallarga qaramasdan men o'zim shundoqqina rahmatim bilangina seni jannatga olaymi deganda, haligi banda o'zini 500 yil davomidagi qilgan amallarini ko'p sanab, ko'p ish qilib qo'ygandek o'zini hisoblab, ya'ni meni qilganimni kim qildiki bu dunyoda, agarki jannatga kiradigan bitta odam bo'lsa u ham menman degan bir mazmunda g'ururlanib, ya albatta biz qiladiganini qilib qo'yganmiz, ya'ni meni amallarim bilan jannatga olishligingni so'rayman ey Robbim debdi. Farishtalarga amr bo'pti-ki, bu bandani amallarini hisobini qilinglar va unga berganim ne'matlar bilan taqqoslanglar ki, meni bergan ne'matlarimni haqqini ado qildimi bu banda buncha amali bilan. 500 yillik ibodatlar, 500 yillik solih amallarni hammasini hisoblab chiqib, Allohni u bandaga bergan ne'matlarini hisoblashganda 500 yillik amal bir tarafga-yu, Allohni bergani ikki ko'zdan bittasini qadri ikkinchi bir tarafga qo'yilganda, bitta ko'zni hattoki haqqini ado etadigan bir darajani, bir og'irlikni bosmagan ekan. Shunda bandani sudrab jahannam sari olib ketishayotganlarida dod qilib, faryod qilib, Robbim, men xato qildim-u, meni o'zingni rahmating bilan jannatingga olgin deb faryod qilgan ekan. Yana mehribon zot Alloh bandani xatosini anglab yetganligini ko'rib, yana o'zini mehribonchiligi bilan bandasini jannatiga dohil qilgan ekan. Haqiqatan ham siz va biz mu'minlar, insonlarni eng katta baxtimiz ham mehribon Robbimiz borligi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agarki Alloh bandasini muhosaba qilsa, u banda halok bo'ladi. Kim bo'lsa bo'lsin, har qancha yaxshi inson bo'lgan bo'lsa bo'lsin, agar uni sarhisob qiladigan bo'lsa, u banda halok bo'ladi. Ya'ni oxir oqibat zararli chiqadi. Balki Alloh azza va jalla bandalarini, shunchaki yaxshi ko'rgan bandalarini, marhamat qilgan bandalarini
jannatga loyiq ko'rgan bandalarini Alloh shunchaki sarhisob emas, balki ard qiladi. Ya'niki shunchaki umumiy bir hisob kitob qiladiki, uni ikir-chikirlariga, mayda-chuydalariga diqqat qilinmaydigan darajada bir sarhisob qilinishligi bilangina banda najot topadi deb marhamat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam saddidu va qaribu, harakat qilinglar, ojiz bo'lmanglar, imkon qadar yaqinlashtirishlikka harakat qilinglar va shuni yaxshi bilinglarki, sizlardan hech birlaringiz amali bilan jannatga kira olmaydi. Sahobalar hayron bo'ldilar. Ya Rasululloh, hatto siz ham amallaringiz bilan jannatga kira olmaysizmi deb hayron bo'lib savol qildilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hattoki men ham illo Robbim meni o'z rahmatiga burkab jannatga olib kirmasa, hatto men ham dedilar. Rasulullohdek zot, Allohning eng suygan bandasi, Allohning eng jannatga birinchi kiradigan bandasi Rasulullohdek zot ham Allohning rahmati bo'lmasa, Allohning mehribonchiligi, lutfi, karami bo'lmasa, men ham hattoki jannatga amallarimni hisobi bilan kira olmayman deb marhamat qildilar. Demak, azizlar, amallar muhim. Amalsiz bo'lmaydi. Lekin amallarimiz jannatning kafolati degan ma'noga ham kelinmaslik lozim bo'lar ekanki, balki biz Allohning rahmatiga, marhamatiga sazovor bo'lishlik uchungina biz nima qilamiz? Amallarda astoydil bo'lamiz. Siz amalingizda astoydil bo'ling, ixlosingizda mukammal bo'ling, astoydil Allohga ibodat qilingki, Alloh sizga rahmat nazari bilan boqsin. Ana undan keyin bo'ladigan hamma narsa oson. Agar Alloh sizga rahmat qilaman desa, marhamat qilaman desa, sizni o'zini mehribonchiligiga oladigan bo'lsa, undan keyin Alloh azza va jalla sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Balki siz har qanaqa o'rinda yutuq egasi bo'lib chiqishligingiz ana o'shandagina kafolatlangan bo'ladi. Allohning rahmati, marhamati shunchalar muhim. Agar siz aytadigan bo'lsangizki, men mana bor u yo'g'imni, topgan tutganimni hammasini Alloh uchun nafaqa qilib sadaqa qilib deydigan bo'lsangiz, sizga so'raladi ki, sizdagi shu mol dunyolarni hammasini o'zi sizga kim bergan edi? Xudo bermaganmidi? Alloh beruvdi, Allohning yo'liga sarfladingiz. Nima o'zgardi? O'zinikini o'ziga qaytarib berdingiz, xolos. Sizda minnat qiladigan nima bor? Va yoki bir kishi desaki, men hattoki jonimni fido qilib Xudoning yo'lida desa agar, unga ham aytamiz. Aytiladiki, sizga bu jonni kim bergan edi? Bu hayotni kim bergan edi? Alloh beruvdi. Allohning bergani jon, bu hayotni, bu ruhni yana Allohning yo'lida sarflabsiz. Nima o'zgardi? Alloh beruvdi, Alloh oldi. Alloh berganida Allohga qaytarib beribsiz. Demak, inson har qancha qilmasin, har qancha amal qilmasin, baribir Alloh azza va jallaga o'tkazib qo'ygan, Alloh azza va jallani qarzdor qilib qo'ygan va yoki Alloh azza va jalladan albatta meni shu amalimni evaziga mana buni berasan deydigan bir haqni hech qachon siz-u bizga bu amallarimiz bermas ekan. Alloh Qur'onda Zuhruf surasining 72-oyatida marhamat qilib aytadiki: "Va tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Qilib o'tgan amallaringiz sababi bilan sizlarga berilgan jannat mana shudir. E'tibor qiling, Alloh aytayapti. Qilib o'tgan amallaringiz sababi bilan sizlarga berilgan jannat mana shudir. Qilib o'tgan amallaringizga evaz o'laroq deyilmayapti. Qilib o'tgan amallaringizga haq o'laroq deyilmayapti. Balki qilib o'tgan amallaringizni sababi bilan sizlar mana shu jannatga mana bugun munosib, loyiq deb topildilaringiz. Demak, amallarimiz evaz emas, haq emas, balki sabab. Nimaga sabab? Allohning rahmatiga, Allohning mehribonchiligiga sazovor bo'lishligimizga sabab. Jannat esa Allohning mehribonchiligi,
rahmati, marhamati bilan sizlarga, bizlarga beriladigan bir makon ekan. Alloh barchalarimizni o'zini rahmatiga, marhamatiga dohil aylab, o'zini jannatida barobar bo'lishligimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.